Alaykum aziz onajon. Bugun mening tug'ilgan kunim. Lekin bu kun aslida sizning kuningiz. Chunki aynan siz meni bu dunyoga olib keldingiz. Sizning mehringiz, sabringiz tufayli bugun men borligimni his qilyapman. Siz menga faqatgina hayotni emas, balki hayotda qanday yashashni o'rgatdingiz. Sizning har bir duoyingiz menga qalqon bo'ldi. Har bir ko'zingizdagi mehr yo'limdagi nur bo'ldi. Onajon, sizni farzandingiz bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Siz men uchun jannatning eng yorqin aksisiz. Volidam, sochlaringizga men sabab bo'lgan oq tolalar uchun, qalbingizga solgan armon va tashvishlarim uchun meni kechiring. Men bilib bilmay yoshlik qilib ko'p bora dilingizni og'ritganman. Lekin siz har safar og'riqlaringizni ichingizga yutib, yana bolam deb bag'ringizga bosgansiz. Kasal bo'lgan paytlarimda sizni yig'latganim uchun kechiring. Qaysarlik qilganim, gap qaytarganim, o'zimnikini ma'qul ko'rganim uchun kechiring. Men hali hayotni anglamagan paytlarimda siz butun umringizni, kuchingizni, sog'lig'ingizni, vaqtingizni va mehringizni menga baxsh etgansiz. Onajon, sizga oddiy rahmat so'zi ham kamlik qiladi. Meni voyaga yetkazish uchun sarflagan har bir soniyangiz, har bir duoyingiz, har bir ko'z yoshingiz va har bir mehnatingiz uchun cheksiz minnatdorman. Balki buni ko'p aytmasam ham, lekin bilib qo'yishingizni juda xohlardim. Siz mening eng katta boyligim, eng katta baxtimsiz. Ilohim, Allohim sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik va xotirjamlik bersin. Yaqin kunlarda sizni boylar qatorida ko'rib, qo'lingizdan tutib, umra va haj safarlariga birga borishni, muqaddas maskanlarda birga duo qilishni nasib etsin. Sizning yuzingizdagi tabassumni ko'rish men uchun dunyodagi eng katta baxtimdir. Onajon, hammasi uchun rahmat. Meni kechiring va duoyingizda ayamang. Men sizni juda yaxshi ko'raman